Ibodullayeva Mahliyo. Bu yerda metallardan milliy taqinchoqlar yasash va to'quvchilik kursiga 3 oy davomida qatnadim va o'zimga yetarlicha ko'nikmalarni o'rgandim. Bu yerda malakali o'qituvchilardan o'zimga kerakli bo'lgan buyumlarni yasashni o'rganib oldim va buni kelajakda o'z hayotim davomida qo'llashga harakat qilaman va yana o'zim ham bunday kurslarni yanada ko'paytirib, kelajakda o'zim ham mana shunday hunarmandchilik to'garaklarini ochishga harakat qilaman. Ma'lumot va Aziza bu yerga metal buyumlardan, oddiy metal buyumlardan zalgarli buyumlarni yasash hamda qo'l mehnatida to'quvchilik buyumlarini o'rganish kurslariga keldim va hunarlarni malakali ustozlardan o'rgandim. Xo'p, bu hunar bilan yoshligimda ham shug'ullanib qiziqardim. Hozirgi kunda anchayin mukammallashtirilgan uslubda o'rgatishdi va keyinchalik ham nasib qilsa o'z shogirdlarim bo'lishiga yoki o'z kasbimdan tashqari yana qo'shimcha mashg'ulot bo'lishi uchun ular menga katta yordam berishdi. Bu uchun rahmat deyman va sertifikatli uchun alohida rahmat.